O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasklad bo'yicha WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Boshqa hech qanaqa saytda qabulim yo'q mani. Так, energiya obmen qilishni unutmaymiz. Sizlardan energiya obmen, mendan chiroyli rasklad. Bugun kartamga savolim. O'rtoqlar, aqlingizdagi kishi uchinchi shaxsni ko'proq yoqtiradi, o'ylaydi, sevadimi yoki siznimi? O'rtoqlar, ketdik. Kartani videodan oldin yaxshilab aralashtirib olganman. Так, ketdik o'rtoqlar, sizlar niyatingizdagi chiroyli energiya obmen qilganligi bag'ishlanadi. Так. Birinchi uchinchi shaxs tashlayman. Pastiga sizni tashlayman. To'rttadan kartani oldim. Так, ketdik o'rtoqlar. Так, hozir uchinchi shaxsni ko'ramiz. Birinchi uchinchi shaxs tashladim. Так, uchinchi shaxs. O'rtoqlar, bitta narsani aytib o'taman. Avvalambor, uchinchi shaxs bilasizmi? Hozir ikkitadan tushuntiray. Uchinchi shaxs bilasizmi qanday chiqyapti? U uy bekasi emas. U biror bir joyda ishlaydi yokida qandaydir kichkinagina bizneschasi bormi? Shu nimadir borda, ya'ni qayerdadir yokida ishlaydi, yokida o'ziga xos qandaydir ishi bor o'zini, balki hunarlidir, balki biror bir joyda ishlar, lekin ishchi emas. Bu uchinchi shaxs, tanishtirib o'tay. Keyin ko'rinishi qanday desangiz, bilasizmi? Bu ayol yokida qiz deymizmi? Shustri, o'ziga juda ham bir oro beradigan, o'ziga juda ham bir katta bir baho qo'yadigan va tashqi ko'rinishi va figurasi chiroyli, qisqa qilib aytganda chiroyli bir ayol uchinchi shaxs. Lekin aqlingizdagi inson ko'proq kimni yaxshi ko'radi? Buni oxirida aytaman. Oldin siz va uchinchi shaxsni anaqa bo'lay, tasvirlab olay. Tak, endi sizga keldik. Siz ishlamaysiz, uy bekasisiz. Uchinchi aqlingizdagi inson bilan отношениyangiz juda ham bir yomon, sustlashgan, juda bir chuqur bir hech qanday bir pozitiv energiya yo'q sizlarda. Ko'p urush janjal bo'ladi oilangizda. Yokida parachka bo'lsangiz ko'p urushasizlar, xotin bo'lsangiz oilada ko'p urushlar. Eringiz juda ko'p narsani sizdan sir saqlaydi. Tak, endi uchinchi shaxsni ko'proq sevadimi, sizni? Tak. Qisqa qilib aytganda, bu yerda ko'proq bilasizmi? Sizga ko'proq befarqlik chiqyapti. Eringiz sizga juda ham sust. Nima desam ekan, uyga keladi, xuddi bir begonadek bo'ladi-ku, xuddi o'shanda yashayapsizlar. Begonadek. Eringizni sizga aytadigan ko'p gaplar aslida bo'lishi kerak. Birga o'tirib, chin dildan suhbat sizlarda o'sha anchadan beri yo'q. Hammangiz o'zingiz bilan o'zingiz ovorasiz. Balki siz o'zingizdan ortmaysiz yokida uy ishlaridan, farzandlaringizdan ortmaysiz. И также eringiz ham yo ishidan ortmaydi yokida o'sha uchinchi shaxs bilan qandaydir birgalashib qolganda. Qisqa qilib aytganda, sizmi yokida uchinchi shaxsmi desam, ko'proq uchinchi shaxs to'g'ri kelyapti va uchinchi shaxs ko'proq e'tibor, sevishi va qandaydir qiziqishlar ko'proq uchinchi shaxsga bo'lyapti, sizga emas. Nimaga? Sabab. Bekorga emas, uchinchi shaxs ozgina ritual ishlar, ya'ni o'qituv, o'ziga bog'lash, shunga o'xshash bir qandaydir ishlamlar qilganligi uchun. Eringiz o'zi xohlab, tabiatdan emas. Ozgina ishlamlar bor. Shuning uchun ko'proq uchinchi shaxsga bog'lanyapti va ko'proq uchinchi shaxsga sizni tenglashtiryapti. Balki sizga откровенно aytmasa-da, bilasizmi, o'sha uchinchi shaxsni xayolida ko'p, uchinchi shaxs debman, o'sha aqlingizdagi insonni xayolida ko'p uchinchi shaxs
shaxs bo'lyapti va siz qanday ovqat qilasiz? Da mелочей deydi-ku. Shu da mелочей solishtirish bo'lyapti ko'proq. Siz va uchinchi shaxsni aqlingizdagi inson ko'p solishtiryapti va uni ko'ziga uchinchi shaxs judayam bir нежный, judayam bir bo'ladi-ku, такая женщина огонь deymiz-ku, olov ayol deymiz-ku, xuddi o'shanday ko'rinyapti ko'ziga. Siz bo'lsangiz qarang, sodda bir bo'ladi-ku, tepsi tebramas, xullas qiziqqonlik emas. Shunday sizga shu ko'z bilan qarayapti aqlingizdagi insoningiz. Так, o'rtoqlar, пока что shularni ayta olaman. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Lishniy раз через WhatsApp. Energiya qilishni unutmaymiz o'rtoqlar.